Yaxshimisilar qizlar? Men sizlarning yuzi tuvan xijiljon sirdishinglar yandim bayon. Bugun xalqaro xonim qizlar bayrami. Shu munosabat bilan jamiyatning illiqligiga, dunyoning go'zalligiga, erlarning hozirgacha sog' salomat yurishiga uzluksiz to'kib qo'shayotgan, erlarning yurak parisi ham yurak dorisi bo'lgan navotdek xonim qizlarning bayramini muboraklayman. Hamda to'y qilgan ayollarning oilasining baxtli bo'lishini, o'zining xonishdek taxtli bo'lishini, to'y qilmagan qizlarning tapqan muhabbetining sap bo'lishini, yüzünün dap bo'lishini, yanchug'ida qop bo'lishini, balduroq o'zining amriga ap bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Shunglashqa, bugun sizlarning huzuringlarga bir to'p go'zal qizlarning burunqi yigitidan o'chilib, oxiri bu axlat yigitni talqon yigitga o'zgartib etganligi to'g'riliq hikoyani so'zlamoqchi. Bosh personaj Jimmy jiroq yaqinga dangli qo'ymichi bo'lib, odatda bek oqsa kuku da yurgashga, do'stlari uni Jimmy Ku deb ataydi. Jimmy Ku 5 yil burun o'zining kuyab pishgan yigit tarafidan oldinib turmaga tashlandi. Turmadan chiqqan Jimmy Ku qaytadan isil odam bo'lish uchun o'zining pishqan o'nirini ishqa selib, xalqning yotog'ida bekorlik yetib, ochangning yangsi bor deb qo'yib, cho'ng bir planni so'qishga boshlaydi. Bu seriqchash qiz bolaning ismi Elizabet bo'lib, bu qiz jiroq yaqinga dangliq soxta aroq ishlash ustasi. Ishlagan aroqlarining jinjoligini o'zimi farq etolmaydi. Elizabetning ishlagan arog'ining bak tığısı bo'lg'ashqa, do'stlari uni erkiltib, Yili tı deb ataydi. Jimmy Ku qiqos yasinib, burunqi o'g'il do'stining ko'rgazmasiga bellarini to'lg'ab kirdi. "Oy jinim, kep qapsan-ku" degan bo'lsang, oldinga chiqatdim emasmi? Bo'ldi, chiqmayli qo'ying. Sizning o xohlagancha chiqib o'ynaydigan vaqtlaringiz o'tib ketdi. Undaq demagan. Sen mening yuragimning tarisigu. Ha nima? Chilib o'ynaydiganmi? Yo'qay. Bu 5 yildan yo'qi. Seni kunda seg'inib, vaqtlar shunchalik qisqa bilinib ketdi. Bu ishlardan hayron qolmayman. Sen bilan yurayotgan vaqtdimi, xili ishlar qisqa bilinadi menga. Seni izdishimdagi sababchi sana shuni deb qo'ymoqchi. Hammachang qaytib keldi. Hamda xonishdak yashaydi. Eng yaxshisi buningdan keyin g'it qisib yur. Mendimi tiqidigan narsa bor. Yelibika qo'lamdagi narsani tiqitlayapman. Jimmy Ku Yelitoni izlab berib, o'zining dahshat bir planining borligini, bu plan amalga oshsa, har birimizga oz deganda necha million kirdiganligini aytadi. Qog'i palpalga, xotin valvalga amroq deb, bularning nishoni Kodiyaning eng qimmat zibizinnati to'san edi. Nima dega satsamayman u? Buningga sadi qanday yiqilishimiz? Buningga biz yiqilishamaymiz. Lekin bir qiz yiqilisha oladi. O qizning ismi Bibi Nur bo'lib, dangliq cho'lpon, naqshchi, san'atkor, el suygan dangliq o'pki zosuychi. Bu qiz ayni vaqtda Shali mo'g'i o'ynab, san'at sohasida dang chiqarg'ashqa, do'stlari uni erkiltib Shabi deb ataydi. Bu qizga yiqilish uchun cho'qim biz bir kiyim loyihalik uchun tutishimiz kerak. Men birsini taniyman. Gadangichi qazva bir loyihalik bor. İsmi Daisy. Odatda to'rlarda mol setib yurgashga, ko'pchilik uni Daisy mal deb ataydi. U cho'qim bizning planimizga qitilishni xohlaydi. Hay jinim, sizga nim bo'ldi? Yig'lab o'tiribsiz-ku. Boshqalar mening asrimni pek ma'tu deydi. Gay, sarang davrdi, poqini yavrdi. Ularga pisand qilib ketmangchi-mi? Tunuguncha men mishada yana bir yarmankini ko'rgan. Voy, uning teximi ma'tuka. Voy aşımı men. Bo'ldi bas. Beshingni ko'ta. Tajang tushmusun. Yishingni to'xtat, oting ushmusun. Jinim, beshingni sanglatma bo'ldi. Bundaq tushkun yursang, xili yerlaring sangilab ketadi. Men bilanman. Ochang sanga pul tepishning yo'lini ko'rsatib qo'ydi. Sizga daily bo'lib kiramdim. Voy ko'ta unda daily paylilaringni. Biz degan julub alar shunqar shirkiti. Loq alamiz mundaq. Elita dazmalg'a planni bir-birlab tushuntirib qo'ydi. Jimmy Ku bo'lsa, tahliliy buyumdan birini yastish uchun Hindistondagi eng dangliq soxta kristal yasash ustasi Ashvariyaning singlisi Vayzaliyaning yiniga boradi. Vayzaliyaning yindan qaytib kelgan Jimmy Ku uyga kelib bir mehmonni uchirtib qoladi. U kim bo'lib ketdi? Kompyuter mayiri. Nim qipralaydi-ku u. Ko'ku ko'ngjallar ailamdiki, shijiga vaygo yasab berdiki. Voy, tanishib qolaylik. Ismingiz nima? Baqqali. Qanday baqqali? Kuyib pishqini. Bizga yana bir bozorchi kerak. Nimachi? Yanchuqchi, mush qizni dedingmi? To'g'ri. U qizning ismi Lenna. Doim xalqning qo'l soatlarini o'g'irlab olg'ashqa, biz uni erkiltib Biolyenna deb ataymiz. Biolyenni o'zining sepiga o'ngishli qaytib olgandan keyin, Jimmy Ku uning burunqi sabdishi, eng yaqin do'sti, qo'lidan Jimmy ish keladigan, dunyodagi hamma narsani topa oladigan yomon cho'kan Ambargulni izlab bordi. Adash, ishning tafsiloti mushu.
Qandaq, qatnashamsa? Tova degine adaş. Men bir balının onisi 500 kişilik ündidar topuning gölli üyensiyman. Xalqaro Jo'rsizlar Cho'kallar birlashmasining a'zosi. Turmushim shunda baxt ichida adaş. Buningdan keyin adaş, meni avara qilma, yana muhabbat so'rama, har doim izlab bo'ldi adaş. Mayli, 10 millionni men boshqalarga beray. Adaş, mashinaning oldida o'tiramsa keyindimi? A'zolar to'liq yig'ilib planni boshlaydi. Dazmol Shabini izlab boradi. O, to'xtab turinglar. Bu qizni Bibinur deymi yo Shabi deymi? Chunki tunigim bir qiz maxsus xat yozib, bu dunyoda men birla Bibinur bor tursam, bundoq desangiz mening ko'nglimga kelmamdi dedi. Shunglashqa, men bu qizning nozik qalbini oyab, Shabi deb chaqiraveray. Okay, kinorimizga qaytib kelaylik. Dazmol Shabining qallasini yuyish orqali uningga qimmat baholiq zanjirni taqizmoqchi bo'ladi. Jinim, men bek samirib ketibdim-a. Qanday qilaman? Voy jinim, neringiz semiz sizning. Iskelet siz, iskelet. Gutu. Yana bir kun tamoq yemisangiz qiltiriqli bo'lasiz-ku. Ammo lekin siz o'sha zanjirni taqab ziyofatga chiqadigan bo'lsangiz, dushmanlaringiz o'libli ketadi. Shabi zanjirni taqishga ma'qul bo'ladi. Bu chaqda baqqali bo'lsa, Mo'zixonning bir bentay boshlig'ining kompyuteriga so'qinib kirish orqali Mo'zixonning ko'znaklarini o'zining qilib oldi. Ambargul bilan Biyovlen bo'lsa, faoliyat uyushtiruvchi shirkatga so'qinib kirib, ko'pchilikni axborot bilan har vaqt ta'minlab turdi. Hamma ishlar plandagidek bo'lib, ziyofat kunimi oxiri yetib keladi. Bibinur o'zidan yo'g'on zanjirni bo'yniga esib, 4 metr dasturxonni so'rab, Jimikoning burunqi yigitini qo'ltiqlab, asta ziyofat maydoniga mengib kirdi. Bu yerda yaxshi diqqat qiladigan bo'lsak, yigitlar eng amroq kino artisti Asos Wang deb nom olgan xalqaroliq Wang Hong Kim Kardashian o'zining puxta asosini so'rab, asta mengib o'tib ketdi. Bu yer muhim emas. Kinorimizga diqqat qilaylik. Ziyofat boshlanib, tamoq chiqishga boshlaydi. Elita ko'pchilikning bayqamagan vaqtidan foydalanib, Bibinurning tamog'iga malhamiy shatroqni selib o'tdi. Mava halva bek o'xshabdi jumu. Musha halvaning gipi chiqsa qaranglar. Yigitim menga appagan Elvining somkisi isim kelib qoldi qaranglar. O'zinglar bilsizlar, mening yigitim chu. O, nima bo'ldi jinim? Sal baldirg'i bu ishga. Bibinur o'rnidan dasturib hojatxonaga yuguraydi. Jimiko bilan Biyovlen fursatdan foydalanib, ishchi teshida moslashib, zanjirni qo'liga tushirib oladi. Hey shonglar. Zanjir qani? Voytang, nima zanjir? Siz Shabima? Ha, men shu. Zanjirning yutganligini bayqagan muallimlar butkul marika zalni qamallab bir-birlab tekshirishga boshlaydi. Vayzaliya bo'lsa, fursatdan foydalanib, zanjirni parchalab, qizlarga tarqitib, so'rindan ap qochib ketadi. Ambargul bo'lsa, yenidagi saxta zanjirni chiqarib, epib olgan odam qiyofatida Boanga topshirib berdi. Ziyofat oxirlashib, zanjirni munosabatli xodimlar tekshirib elish jarayonida zanjirning saxta ekanligini bayqab, qattiq cho'chib ketadi. Hamda o'zining bo'shansi borligini o'ylab, ko'ngli yana xotirjam bo'lib qoladi. Bu chaqda Jimiko boshchiligidagi 7 qiz o'zining yaratgan shalliq natijasini tabriklay deb turishiga Bibinur to'satdan minib kirdi. Shabi deb chaqasi rost Shabi deb qolganma. Hammanglardan o'ta qoqchimi men. Bibinur o'zining bu planga qatnashganligini aytdi. Hamda bular bilan pulni tang bo'lishib, ishning oxirini o'zining jimiq turganligini aytdi. Bo'lapti. Qanday qilamiz endi? Qarşalımız sepimizga qo'shilganingizga. Asli bu sepni 7 yatu deydigandim. Endi 8 setan o'zgartirgan bo'ldik-da. Atsi Shabi Jimikoning burunqi yigiti Shokrat Shoylini izlab bordi. Yaqindan yoqi ko'nglim yerim. Toza parakanda. Shuni sizni izlab kelib qart o'ynaylikmi demoqdim. Voy, nima o'ynaymiz? Qar xotinimnamdi. Voy, mayliga men oqqara deb ayirib yurmayman. Tirvasangiz yomon uraytmajimi? Mayliga. Voy, boshlab ketdikmi? Bu ikkilan kechi Karolni matkiga jup qilib o'ynab, qartning yangi uslubini yoritib o'tdi. Atsi atdigini Shabi o'g'irliqchi zangmalni Shokrat Shoylining yanchug'iga selib qo'yib, asta qochib ketdi. Soqchilar bo'lsa, Shokrat Shoylini jinoyat gumondori qatorida tutib qoladi. 8 satang birlikda o'zining muvaffaqiyat qozonganligini tabriklashga boshlaydi. Hey qizlar! Jonandan qo'rqma. Boshqasi yo'qmi? Qo'rsqin to'qma, pul topqin yo'qmi? Biz o'zimizga mushu 4 savolni kunda qo'yib, oxiri uzluksiz tirish orqali murodimizga yetdik.
Lekin hamda 8 odamga bir zanjir oz kelarmiki? Kim deydi sizga bir zanjirda? Jimmy Ko Bingshangni itishi bilan hamma odam hayron qolib, bunchalik ko'p zibizinnat zodi nadin keldi? Jimmy Ko zodi qandoq yilin ishlatdi? Filmning tafsilotiga qiziqsangiz, undidarda meni qetib kino satamsiz deb so'rab yurmay, o'zingiz bir yerlardan tepib ko'rishingizni umid qilaman.